Men Toshkent Gumanitar fanlar universiteti aniq va gumanitar fanlar kafedrasining mudiri, psixologiya fanlari doktori, professor, Xalqaro fanlar akademiyasining akademiki, Turon fanlar akademiyasining akademiki Beknazarov Ahmadjon Asamidinovich bo'laman. Bugungi kunda Toshkent Gumanitar fanlar universitetida talabalarimiz tahsil olishi haqida qisqagina fikrimni bayon etmoqchiman. Toshkent Gumanitar fanlar universitetida 24 dan ortiq yo'nalishlar mavjud bo'lib, talabalarimiz bakalavr, mutaxassislik, ixtisoslik yo'nalishlari bo'yicha tahsil oladilar. Bundan tashqari magistraturamiz bor. Bunda ham magistrantlarimiz tahsil oladi. Tahsil jarayonida bugungi kunda butun jahon xalqaro ta'lim tizimi, oliy ta'lim tizimi strukturasi bilan agar biz qiyoslaydigan bo'lsak yoki o'tmish tariximizga bir nazar soladigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlar, Yevropa mamlakatlari, Germaniya, Amerika va boshqa bir qancha rivojlangan Yevropa mamlakatlaridan agar biz qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak, hozirgi kunda ochilayotgan xususiy universitetlar zamonaviy, bugungi zamon talabiga xalqaro standartga javob beradigan darajada amalga oshirayotganligining shaxsan guvohiman. Bugungi kunda kontingentimiz juda ham katta talabalar sonini qamrab olganligi bilan juda katta yo'nalishlarni tashkil qilgan. Jumladan pedagogika, psixologiya, boshlang'ich ta'lim, maktabgacha ta'lim, shuningdek aniq va gumanitar fanlarga oid bo'lgan ixtisosliklar, logistika, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, eng muhim demak iqtisod yo'nalishi, buxgalteriya hisobga olish yo'nalishi, turizm, jahon iqtisodiyoti va munosabatlari bugungi kunda dolzarb yo'nalishga ega bo'lganligi bilan birgalikda ahamiyatli ekan, zamonaviy kasbga yo'naltirilgan demak universitetlardan biri sanaladi. Qiziqarli, mazmunli maqsadga erishishi zarurligi kerakligini tahlil qiladilar, muhokama qiladilar, kamchiliklar tavsiya etiladi va e'tirozlar albatta professor o'qituvchilarimizga yetkaziladi. Mana shunday jarayonda ishning, o'qitishning sifat samaradorligi yuqori saviyaga ko'tariladi. Bugungi zamon talabiga javob beradigan darajada amalga oshiriladi. Agar biz tahlil qiladigan bo'lsak, Cambridge universitet, London va bir qancha Oxford universitetlari, butun Yevropa tan olgan jahon standartiga javob beradigan universitetlarimiz ham xususiyligi bilan ajralib turish bilan birga talabalarimizga ishonch hosil qila oladi, ishonch qondira oladi. Bugungi kunda Toshkent Gumanitar fanlar universitetimiz nufuzli universitetlar bilan 17 tadan ortiq MDH davlatlarida eng nufuzga ega bo'lgan universitetlar bilan hamkorlik memorandumini imzolaganmiz. Demak, bu imzo bizga nima beradi? Professor o'qituvchilarimiz bilan tajriba almashish, o'quv jarayonini yanada sifatli takomillashtirish, uslubiy muammolarni, ilmiy tadqiqot ishlarini, dissertatsiya, demak, uslubiy muammolar, darsliklarning yangi avlodini yaratishga katta yordam beradi. Va talabalarimiz o'zaro fikr almashadilar, tajriba almashadilar va almashgan tajribalarini kasbiy hayotida, o'zining kasbiy yo'naltirishida muvaffaqiyatli amalga oshiradi deb ayta olaman.